Hello YouTube ahli, sizlar bilan yana Fenzo va sizlar bilan yana bir yarim oydan keyin ko'rishib turibmiz. Bolalar, bugungi videomizda Minecraft Pocket Edition'ga server ochishni o'rgataman. Va bolalar, bizning kanalimizga obuna bo'lib, videomizga takrorlanmas like'larni bosib qo'yishingizni so'rab qolaman, chunki sizlar uchun bu oddiy narsa, bizlar uchun esa katta motivatsiya bo'ladi. Xullas bolalar, agar like'larni bosib tashlagan bo'lsalar, unda biz videomizni boshladik. Bu bizning Fenzo's Channel kanalimiz. Eski kanalimiz o'chib ketdi, lekin biz yana qaytadan yangi kanal ochdik. Hozirda 40 tadan ortiq obunachisi bor. Bu kanalimizda siz spoilerlar va videolar qachon chiqishi haqida ma'lumotlarga ega bo'lib turasiz. Xo'p, bolalar, qarochi Minecraft Pocket Edition 0.15.10 versiyani ham, ya'ni server ochsa bo'ladigan versiyani ham mana shu kanalimda yuklab olsanglar bo'ladi. Stilka kommentariyada va opisaniyada bo'ladi. Mana bizning kanalimizga yaratganimizdan keyin Tariyan bo'y o'zini qayg'ulik ovozi xabarlarni tashlagan va men Minecraft Pocket Edition versiyani tashlab qo'yganman. Server ochsa bo'ladi shunga. Shu versiyaga qarochida suda paskuda. Xo'p, qarochi bolalar, mana shuni yuklab olasizlar va u yog'ini men video qilib qo'yib berganman. Bundan keyin qarochi boshlanadi. Hamma yo'qman, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xullas bolalar, mana shu yerdan Google kirasizlar va Lemonhouse agon yozasizlar va qidiruvga berasizlar. Tak. Qidiruvga berasiz. Qidiruvga berganlaringdan so'ng mana shunaqa oyna ochiladi. Creative server bosasizlar, game bosasizlar va Minecraft bosasizlar. Ve Java yoki Bedrock'ni tanlaysizlar. Biz Bedrock'da o'ynaymiz. Kompyuterim bor, Bedrock'da hozircha o'ynayman. Endi yaqinda Javaga o'tmoqchiman. Xo'p, Bedrock versiyaga o'tamiz. Bu yerda vanilla va Alpha 2016-yilgi oldingi versiyasi va Telegram kanalimda bor. Обязательно yuklab olsanglar bo'ladi. Va o'tda degisini bosibsizlar. Men Telegram kanalimda mana bor va bunaqa narsa chiqadi. Sizlarda mana bu ko'k yozib turibdi. Bu narsa turadi. Mana shu yerda bu continue bosalaring. Bu yerda nimalar chiqadi haligi. Nima desa bo'ladi? Hozir men serverim borligi uchun siz serveringiz bor. Bitta server ochsa bo'ladi xolos deyapti. Xo'p, qarochi men sizlarga serverni o'chirib olamanmi, o'chirib olib qilib beramanmi? Tak, hozir serverni o'chirib olish kerak. Xo'p, mana shu continue'ni bosasizlar. Continue'ni bosganlaringdan keyin hozir serverni o'chirib olishlarga ko'rsatib beraman. Tak, mana o'chirib oldim serverni va o'sha ko'ktar joyda bitta davlat bittasini tanlaysizda. Hozir bu yerda pin chiqmaydi. Chunki akkaunt kiritmagan bo'lasiz. Davlat ko'rsatadi, bittasini ezasiz. Или mana hozir ko'rsatgan ko'k joyini, mana shu joyda login va sign up chiqadi. Birinchida sign up turadi, o'sha sign upga bosib turib Google akkauntingizni kiritasiz. Kiritganingizdan keyin continue'ga bosasizda, bu yerda MP'ni pastda bosasiz. 86 turibdi ekan, Finlandda, shuni bosaman. Va men buni lemonhouse.com dan ochyapman. Buni lemonhouse.com dan server ochaman. Mana shu oyna ochiladi va ozgina kutishlaring. Mana bu installing degan narsa starting bo'ladi va online turadi. Mana online ochildi va buni qayerdan serverda IP portlarini ko'ramiz desalaring, mana bu joyga kirasizlar. Mana bu connectni ezamiz. Connect etsek, bu yerda mana ikki xil uslubda ko'rsatib beradi. Birinchisi uzunroq uslubda IP port yozib beradi. Keyin ikkinchisida mana IP da alohida adres yoki buni yozsa bo'ladi. 37 lemonhouse.com yoki buni yozsa bo'ladi. IP ga ikkalasidan bittasi yozsa bo'ladi. 37 yoki shunaqa portga 19926. Bu bizning serverimiz bo'ladi. Shunday qilib qo'shilib olsalaring bo'ladi. Men hozir sizlarga
Shu bo'ldi videomiz. Короче, bolalar. Shunaqa qilib server ochsa bo'ladi va playerlarga boshida operatorlik berilmaydi. Chunki yangi server ochilganda operatorlik berilmaydi. Xo'p, bu operatorlik nimaga kerak sizlarning? Survival rejimida o'ynaladi. Survivaldan kreativga o'tish uchun operatorlik обязательно kerak bo'ladi. Buning uchun mana shu konsol turgan bo'ladi. Shu pastda players bor. Playersga o'tsalaring, pastda eng pastida mana shu search player by name turibdi. Shu joyda o'yinga kirgan playerlarni niklari chiqadi. Shu niklarga ezib operatorlik berib qo'yasizlar. O'zi niklarning ustiga bitta ezsalaring, shunaqa petichkami yo bir narsa chiqadi, xullas. Operatorlik berildi degan narsa chiqadi. Xullas shunaqa qilib server ochamiz bolalar. Bizning serverga yo'llanmoqchi bo'lsalaring, connect ezasizlar va mana shu larni yozsalaring, bizning serverga o'tadi. Hammaga xayr bolalar. Sizlar bilan Fenzo bo'ldi. Salomat bo'linglar. Yaqinda Minecraftda video kutinglar. Xayr, salomat bo'linglar. Yo bolalar, sizlarga mana shunaqa banner avatarga kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning Telegram kanalimizda konkurs ketyapti. Короче, 10 ta ishtirokchi qatnashganda to'xtatamiz va bitta ishtirokchiga banner yoki banner avatarga tekin yasab beramiz. Agar sizlar ham qatnashmoqchi bo'lsalaring, kirib Telegram kanalimizga obuna bo'lib, bemalol qatnashib g'olib bo'lishingiz mumkin. Bitta konkurs bilan to'xtab qolmaymiz. Yana ham juda ham katta konkurslar qilishga harakat qilamiz. Va kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Va bizlarning ham serverda o'ynashni unutmanglar. Xayr, salomat bo'linglar.